Assalomu alaykum Mototols kanali obunachilari. Bilasizlar, sifati zo'r bo'lgan, ya'ni qo'y mashinkalarni narx-navlari bilan tanishtirib o'tamiz. Arzondan boshlaymiz. Videoni oxirida o'sha ko'p so'rayotgan sifati zo'r bo'lgan qo'y mashinkalaringiz ham kelgan. Qani boshladik. Sifati yaxshilardan biri Ebimax brendiga tegishli qo'y mashinkamiz kelgan. Sifati juda ham yaxshi bo'ladi. Qulayliklari bu shotishni bo'ladi. Narxi bor yo'g'i 600 ming so'm chiqadi. Arzonroq, menga 5-6 ta qo'yim bor deganlar uchun tavsiya beramiz. Juda ham qulay ishlab chiqarilgan. Buning narxi 600 ming so'm qilib beramiz. Endi xohlaganlar uchun, mana yaxshirog'ini so'raganlar uchun komplektda zapas ishlari bor, perchatkalari, ключlari, moylari bor varianti narxi 650 ming so'm. Ubay brendiga tegishli, Ubay 800 deyiladi. Juda ham qulay, sifati zo'r qo'y mashinkalarimizdan biri. Endi hammaga o'sha mashhur Ubay 1200 ni ko'rsatamiz. Bu 3000 оборотlik bo'ladi. Andaqa almazniy zapas ishlari bor. 3000 оборотlik, ushashga ham qulaygina variantimiz. Narxi bor yo'g'i 750 ming so'm chiqadi. Original kafolatlari bor, bemalol kafolat beramiz. 1400 bor, buni 1400 modeli. Bu ham 3000 оборотlik bo'ladi. Faqatgina motori baquvvat bo'lgani uchun, kattaroq bo'lgani uchun xuddi shu mashinkani ushashi ham, ya'ni enlari ham qalinroq bo'ladi. Bunda ham xuddi shu zapas ishlari bor, moylari bor, garantiyli talonlari beriladi. Buning narxi 850 ming so'm chiqadi. Endi hammaga o'sha mashhur trosliklariga o'tamiz. Bu troslik bemalol osib qo'yib, qo'lga juda ham ustki o'rnashadi. Ya'ni 3000 оборотlik almazniy zapas ishlari bo'ladi. Komplektda full komplekt bo'ladi. Narxi juda ham arzon chiqadi. Vaqtida 3 million sotilgan apparatlarimiz, qo'y mashinkalarimiz endi bor yo'g'i 1 million 450 ming so'mga original, ya'ni kafolatlar bilan olib ketasiz. Undan tashqari sifati zo'r bo'lgan, mandaqa past tokka ham ishlaydigan, baland tokka ham ishlaydigan bir xil bloktaniyalik, ya'ni 5 shotishni bo'ladi. Qizib ketmaydigan modeldan zapas ishlari beriladi o'zida, ya'ni 5 shotishni modelimizni zo'rlardan kelgan. Narxi bor yo'g'i 1 million 800 ming so'm qilib beramiz. Endi o'sha hammaga mashhur bo'lgan, ya'ni Ubay 1000 bilan 6000 modelini ham olib kelib qo'yganmiz. Ubay 1000 modelimiz, bilasizlar, обороты 3200 оборотlik, 5 shotishni, ya'ni bloktaniyalik bo'ladi. Juda ham qizib ketmaydigan, maza qilib ishlatadigan modellarimizdan biri. Buni narxiga keladigan bo'lsak, buning narxini 2 million so'm qilib qo'ydik. 2,5 milliondan sotilib turgan qo'y mashinkalarimizdan biri edi. Undan tashqari o'sha hammaga mashhur bo'lgan qo'y mashinkamiz kelgan. Bilasizlar, Ubay 6000, buni обороты 3700 bo'ladi. Buni o'zida o'chadigan davochiklari bor. Mandaqa 5 stikerlik bo'ladi. Umuman qizib ketmaydigan, blok tanalari ham baquvvat bo'ladi. 3700 lik maza qilib ishlatsangiz bo'ladigan apparatlarimizdan biri bo'ladi. Bularda xuddi shunaqa almazniy, sifati zo'r bo'lgan zapas ishlari qo'shib beriladi. Hammaga mashhur bo'lganda, tugab qolganda buni rosa odamlar kutishganda kelishlari ham, simlari ham baquvvat bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi bor yo'g'i 2 million 550 ming so'mga Mototols.comdan dastavkalari bilan xarid qilishingiz mumkin. Bemalol O'zbekiston bo'yicha dastavkamiz bor. Kimga shunaqangi sifati zo'r bo'lgan qo'y mashinkalar qiziq bo'lsa, bemalol Mototolsga bog'lansangiz bo'ladi. Manzilimiz qiziq bo'lsa, hozir videoni oxirigacha manzillarimizni ham tushuntirib o'tamiz. So'raganlar uchun, bilasizlar, Sobrahimov metro Do'mroboddan chiqqaningizda, ozgina yurganingizda Do'mrobod bozori bor. Sobrahimov metrodan chiqqaningizda Sroy material bozor. Bu yoqda Toshkent Zener qarama-qarshi tarafida Mototols.comimiz 99lik telefon raqamlarimiz 576 37 37 va 95lik 816 94 94.